Restoranlarda bir tarelkasi palon pul turadigan Alfredo pastasini birgalikda o'zimiz o'zbekcha usulda undan-da mazali qilib tayyorlaymiz. Avval makaronlarimizni al dente usulida pishirib olamiz. So'ng tovaga ozgina yog' quyamiz, tovuq filesiga ozgina tuz qo'shib qovurib olamiz va alohida idishga ko'tarib olamiz. Shu yog'imizda mayda to'g'ralgan chesnokni qovurib, ketidan piyozni ham qo'shib qovuramiz. Shu ketma-ketlikda shampinyon qo'ziqorinni ham qo'shamiz va 3-4 minut o'rta olovda qovuramiz. Qaymoq yoki slivka qo'shib boya qovurilgan tovuq filesini ustidan solamiz va makaron qaynagan suv hamda tabga ko'ra ozgincha murch qo'shamiz. 3-4 minut qaynagan qaylamizga yaxshi eriydigan sir bilan birgalikda makaronni ham solamiz va aralashtiramiz. Qarabsizki, yarim soatda restoranskiy Alfredo pastamiz ham tayyor. Bir xil makaron yeb zerikkan bo'lsangiz, albatta shu retsept bilan ham tayyorlab ko'ringlar. Kanalimga obuna bo'lishni va like va podpiska bosishni unutmang. Videoni o'zgacha ovqatlarni yaxshi ko'radigan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Hammaga yoqimli ishtaha.